Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'zimiz ozgina bezda qildik. Ichmisizlar? Hormang, qalaysiz? Mana shu qizchangiz ichganlarmi, xudo xolasa? O'g'lingiz ichganmilar? Kiraveraylikmi? Xo'p, bo'ladi. Opa, Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana men sizga olib keldik. Bitay. Opa, bu mahsulotni o'g'lingizga olib berishdan oldin bolangizda nima muammolar bor edi o'zi? Muammosimi? Avvalo bilasizmi, bu bolani ko'proq o'rtoqlariga nisbatan bo'yi pastligini keyin sezib qoldik-da. Ozgina sal haligi ayajon o'rtoqlarim o'sgandek bo'ldi degandilar. O'shaning uchun internetga kirib, Instagram o'tkazib berishgan. Shuni o'tkazib ko'rib tursam, shu sizlarni mahsulotlaring chiqib qoldi. Aytdimki, "Ke shuni bularga bir naqa qilib beraychi" dedim-da, keyin mahsulotni telefon qilib zakaz qildim. Alhamdulillah olib kelib berishdi. Yo'q, foydasi bo'ldi, yo'q emas. Ozgina bo'ylari o'sdi, keyin uyqulari yaxshilandi. Nima deydi? Xotirjamlik bo'ldi bolada. Unaqa asabiy nimalik bo'lmay qoldi. Endi hali ko'p o'qiydi, o'qiganda asabiy bo'lib qoladi-ku bolalar. Shunaqa bo'lib qoluvdi. Yo'q, hozir hammasi yaxshi. Buni ichgandan beri uyqulari ham yaxshi. Bo'yi ham 2-3 santimetrga o'sdi. Alhamdulillah, yaxshi. Men o'zingiz yaqinlaringizga, O'zbekiston ahliga nima tavsiya qilgan bo'larsiz? Yo, albatta olishsin. Bemalol foydasi bo'lsa bo'larkanki, ziyoni yo'q. Har qaysi ona ham bo'lsa, nima deydi, bolalariga yaxshilikni ravo ko'rsa olib bersa yaxshi bo'lardi.